Hi everyone, welcome to iLanguage Training Center, New Concept English video classroom. And today we will learn lesson 63. Thank you, doctor. Sağdaşlar yaxshimizlar? Mana 63-chi darsga kelib qoldik. Bugungi darsimizning temasi Thank you, doctor. Bu sizlar o'sha videoni ko'rgach, bir aniq bo'lgan muntazam bo'lgan bir o'rganish holida turib olsanglar, birinchisi cho'qim bir kitobinglar bo'lsin. Masalda o'sha 63 darsniki so'zlik tekstlar bilan yechib o'tiranglar. Ikkinchisi sizlar bir xotir daftar bo'lsin. Bu chunki darslik o'rganish shunama. O'rgangandan cho'qim qarasanglar bir xotir daftarga sizlar o'shunda chiqqan muhim narsalarni yozib menishinglar kerak. Hargizim biz kitobdagi narsalarni o'ydigan gap emas. Ondan keyin masalan so'zlik tushundirganda muhim bo'lgan ba'zi jumla qurilmalari va jumla shakllari va bo'lsa shuni yozib meninglar. Yozib meninglar. Undan sirt sizlarda bir topshiriq daftar bo'lsin. Shu topshiriqni o'lchamlik oldi chunki sizlarda ingliz tilini yangi boshlab o'rganib menayotgan o'quvchilar shunga shu birinchisi nima bo'lsin, kitob bo'lsin, ikkinchisi bir konspekt daftar bo'lsin yoki mumkin bo'lsa kitob yozsanglar bo'ldi agar bir qalayimqan bo'ldi deb o'ylamasanglar. Kitob mehnat bo'lib kelsa, kirib bo'lib kelsa hech qisi yo'q. Yangi tug'gandan qanday desanglar ko'p yaxshi. Undan keyin hamda topshiriq daftar bo'lsin. Undan so'ng yana bir narsa ham qolibdi, mashq daftar. Bo'lsa mush jarayonda ba'zi mashq qilib olsanglar, texnik qanday desanglar, unumi to'liq yaxshi bo'lsa. Hamda bu yana 63 dars 61 ninki davomi. Okay, and that Jimmy qanday qilgandi, og'rib qolgandi. Qanday qilgandi? He has a bad cold. Okay, he has a bad cold, shunami. And then their parents called the doctor. Undan keyin otasi doktorga telefon qilgandi, doktor kelib qanday qildi? Uni bir necha kun karavotda yotsin dedi, shunami. You know, he must stay in bed, shunami. Undan keyin hamda bugun yana shuningki davomi bo'lgan Thank you, doctor. Biz oldingi soatda intayim muhim bo'lgan bir giribda bo'lmoq have yoki nima has. Undan keyin kasallik ismini deymiz. Masalan, men zukam bo'lib qoldim demoqchi bo'lsak, I have a cold. Men zukam bo'lib qoldim, shunami. Endi meni qizib qoldim bo'lsa, u qizib qoldi. Masalan, u qizchaq She has a cold. No, sorry. She has a temperature, actually. She has a temperature. So, first of all, let's learn some new words. The first one is better. Okay? Better. Better. Okay, better. Yaxshiroq degan gap, yaxshiroq. Qaranglar bu pick-upga. You know, that car is good, right? This car is good. Biroq mouse yo'q, unda yaxshiroq ekan, yaxshi qo'ltiskan-ku. Demak, the red car is good. And the white car is better. Okay. The red car is good. And the white car is better. And the misharga better degan nima? Desanlar yaxshiroq. Demak, endi sifatninki, bu shu yaxshi degan sifatninki selishtirma darajasi. Yaxshi degan sifatninki selishtirma darajasi. Demakchi nima? Better. Yaxshiroq. Yaxshiroq. Okay, yaxshiroq. Masalan, how's the girl now? Okay, bu qizchaqa hozir qandayroq? Endi qandayroq bo'lib qoldi? Okay, tuniga og'rib qolgan, shunami? Bugun qanday bo'lib qoldi? She is better now. Okay, hozir endi xil yaxshi bo'lib qoldi. Demak, endi yaxshiroq deganga better. Endi men yerki, ma o'qilishga qarab baqsaq, bir tovush turamdi. Odat Amerika talaffuzda bu tovushi d ajiz ishda d deb o'qiladi. Shunga better, jaqballa better. Degan gap. Endi bizning g'oyaninki slogan degan shuara shunami? Better education, better future. Okay, better education, yaxshi ma'rif, better future. Yaxshiroq ma'rif, yaxshiroq nima? Better future, yaxshiroq kelgusi. Demakchi, parlaq kelgusi yaxshi ma'rifdan boshlandi. Demak, endi parlaqroq, yaxshiroq hamda kelgusiga erishmoqchi bo'lsangiz, yaxshiroq ma'rifni eling. Demak, hamda bizningki o'ylaydiganimiz ma'rifimizni eng yaxshi holatda qilib o'qitishimizni, sizlarning kelgusinglarni texnik parlaq, texnik yaxshi bo'lib ketishga qanday bir kishilik tuhfimizni qo'shmoqchi. Okay, better education, a better future. Demak, better yaxshiroq. The white car is better. Okay, better. So, which city do you like? Okay, versus London and New York. London or
New York. Siz qaysi shaharga muroq? Londonga yoki New Yorkga? I like London. Hey, dedi B o'quvchinim dedi. I like New York better. Okay, I like New York better. I like New York better. Menimcha ingliz o'rganishning ko'pinchisi myself includes, men muzikga chiqib qoldim deb javob berdim. I like New York better. Men New Yorkni bekrak anaqiman yoqtiraman. Demak, shu I like New York better. I like New York better demakchi ma'ni bekrak anaqiman yoqtiraman, yaxshi ko'raman degan gap bo'ldi. Next one is certainly. Okay? Certainly. Certainly deganimiz albatta degan gap. Albatta. Masalan, can I see your book? Sizning kitobingizni ko'rsam bo'lamdi? Certainly. Albatta bo'ladi. You can certainly use my computer. Siz albatta nima qilsangiz bo'ldi? Kompyuterimni ishlatsangiz bo'ladi. Demak, hamma certainly degan of course deb bo'lgan shunami albatta. So can you make the tea, Sams? Yes, of course I can, Penny. deb bo'lgan shunami? Shuning bilan manda so'z. Manda so'z. You know, certainly you can do that for me. Albatta siz buni men uchun qila olasiz. You can do that for me. The new class is certainly not for me. Okay, that new dress, sorry. The new dress is certainly not for me. Albatta men uchun emas. And the certainly bilan o'xshash, masalan, sure, of course. Bular bilan certainly bilan of course niki nim farqi bor desangiz, certainly bir qadar chingshiraq. Demak, hamda bir qadar rasmiyroq so'rovlarda rasmiyroq ishlatildi. Demak, masalan, ikki munosabat qilib bir-biri sal hurmatlisi, voy sizlar, voy o'zlari deb ishlasam, certainly yaxshiroq hamda. Of course deganga masalan bu tozaliqqa berasmiy so'rovlar ishlasam, masalan yaqin og'inlari, adashganda ishlasam bo'lamdi, voy albatta bo'ladi. Of course, shunami? Deb. Endi of course deb o'qib olganlar bor. Nima? Of course. Ma o f nimda o'qiladi? Of. Mana tilimizni ishlaymiz, leavimizni. Of course. Of course. Good. Next one is get up. Get up. Bu o'rindan turmoq. Shu karvatda yotgan holatdan turmoq degan gap. Get up. Get up. So when do you usually get up? Usually odatda shunama. When do you usually get up? Siz odatda necha bilan o'rningizdan tursiz? When do you usually get up? Siz odatda necha bilan tursiz? Say, I usually get up at 6 o'clock. And at 6 o'clock degan soat necha bilan turma? 6 bilan turma. Endi 7 bilan turma desak, I usually get up at 7 o'clock. I usually get up at 9 o'clock. Degandek siz necha bilan o'rningizdan tursanglar, nimashada shuni ishlasak bo'ldi. Ammo usually degan odatda. Demak, odatda deganda mush gapdan chiqib turdi. Bu ko'pincha davomlashtirib qiladigan. Demak, odatga aylangan ishlar. Ama shunga, masalan, kunda odatda necha bilan o'rningizdan tursanglar, shunda sanlar bo'l. I usually get up at 7 o'clock. Yani he gets up late in the morning. O deganda qanday qildi? Keyin o'rnidan turdi. He gets up late in the morning. Masalan, obdiga ustiga, masalan, upstairs deb bo'lgan. Shunami? Upstairs degan ustun qavat. Shunami? Ustun qavatga chiqaylik bo'lsa, come upstairs. Ma down degan nima? Osti. Down degan osti. Onun degan stand up, o'rningizdan turing degan gap. So I can't get up so early. Can't qilmayman, itamayman. Shunami? I can't get up so early. Voy unda bo'ldi, o'rnimdan turolmayman. I can't get up so early. Demak, gets up o'rnidan turmoq. Okay, can you get up at 7 o'clock? Can you get up at 4 o'clock? Soat 4 bilan o'rningizdan tura olamsiz? Yes, I can. Albatta da. Okay. Next one is yet. Yet. Yet odatda shu savol jumla bilan inkor jumlalar ishlaydi. Yanalar texi degan gap.
Masalan, he mustn't get up yet. O texe o'rnidan tursa bo'lmaydi deydi. Demak, unda o texe o'rnidan turmasligi lozim, shunami? He mustn't get up yet. You know, I'm not ready yet. Men texe qanday qilib bilan tayyorlanib bilan I'm not ready yet. Men texe tayyor. I'm ready. Men tayyor bo'ldim, shunami? Is dinner ready yet? Tamoq tayyor bo'ldimi? Demak, hamda diqqat qilganimiz yet savol jumla yivinju bilan foring juda ishlaydi. Yivinju bilan foring juda ishlaydi. Shu necha jumla yezib olamizda kitob qo'lamda yakmash kitobdagi. Demak, ham bu yerga yet yanala texcha degan gap, yanala texcha. He mustn't get up yet. I am not ready yet. Is dinner ready yet? Shnama? All right, next one is rich. Okay, rich. I'm not rich. Mana gapni anglaganmi? Rich dad, poor dad. Boy dadam, namrat dadam. Endi bu yerga rich deganimiz boy. Endi boy odam qanday tamoq yeydi? Mayliq tamoq yeydi, shunami? Nima? Rich food. Rich food. Qaranglar rasmga. Mayliq tamoqlar, mayliq tamoq. Endi nima uchun? Masalan, og'rib qolganda rich food yemasligimiz kerak. Bu nima uchun desanglar, odam og'rib qolganda nima shu aciz bo'ladi. Masalan, mayliq tamoq o narsani hazm qilib, toza ishtik sumugini olmaydi, shunami? Shunga odatda suyqash bu tamoqlarni yeyish kerak. Bular zukanlab qolganda we cannot eat rich food. Endi men shu mayliq tamoq bilan xo'sham yo'q bo'lsa nima? I don't like rich food. I don't like rich food. I mean, mayliq tamoq bilan nimam yo'q, xo'sham yo'q. Okay. This lamb is very rich. Yo, ma gosh, qo'y go'shti bu lamb. Bek mayliq ken. Demak, mayjiq ken, very rich. Hamda bu qo'y bek boy ken demaymiz, nima desanlar? Mayliq. This lamb is very, very rich. Okay. You're fat. You mustn't eat rich food. Voy, siz samirib ketdingiz hamda. Undan mayliq tamoqni qanday qilmang? Yemang. You mustn't eat rich food. Okay. Next one is remain. Demagina davomlashtirmoq. Davomlashtirmoq yoki bir xilolatni saqlamoq. You know, I want to remain here. Men bu yergacha nima davomlashtirib bor. Davomliq shu ishni qanday qilg'im bor. Okay. So what must he do, doctor? U nima ish qilish kerak, doktor? Desa, you know, he must remain in bed for 2 days. 2 kuncha davomli qanday qilish kerak yana? Karvat yetish kerak. Remain in bed. In bed deganimiz hamda karvatda emas, karvatda yotmoq bo'ldi, shundaqmi? Bevosita o'sha harakatni ta'kidlab keldi o'shada. So he must remain in bed for days, for 2 days. 2 kuncha. Bo'ldi savoqdoshlar, hamsa so'zlik mo'mishagichi bo'lsin, hamda tekst qarab qo'yinglar. Tekstda bu bir necha bo'shurlar bor, hamda sizlar avval mushiniki anglash qismini anglab, undan keyin shu tekstni bir tushunib baqsak. So first of all, listen carefully. How's Jimmy today? Better, thank you, doctor. Can I see him, please, Mrs. Williams? Certainly, doctor. Come upstairs. You look very well, Jimmy. You are better now, but you mustn't get up yet. The boy mustn't go to school yet, Mrs. Williams. And he mustn't eat rich food. Does he have a temperature, doctor? No, he doesn't. Must he stay in bed? Yes, he must remain in bed for another 2 days. He can get up for about 2 hours each day, but you must keep the room warm. Where's Mr. Williams this evening? He's in bed, doctor. Can you see him, please? He has a bad cold, too.